Masalan, bu 3 marta vaksina qilindi, shunisiz davolanadi tushunmoqda. O'g'lingizga bir protivirusli lecheniya yozib berishdi, siz o'shani davolandi deb tushunmoqsiz. Yozganimiz bilan ham bu lecheniyalarni qonda baribir titri bor, tushunmoqsizmi? Yo'q qilishi ilojisi yo'q bu narsani. Butun umrini oxirigacha shu virus bor qonda. Bu degani spid degani emas, gepatit degani emas. Lekin immuniteti tushsa yuzaga chiqadi. Ana endi davolash qanaqa bo'ladi VPChda? Oldiniga erkakda ham, ayolda ham toshgan joyidan to'liq olib tashlanadi, toza to'qima chiqqunicha. Ana undan keyin protivirusni lecheniya qilinadi har 3 oyda. Immunitetini nazorat qilish kerak bo'ladi. Siz hozir o'ylayapsiz, bunda bachadon bo'yni bor, faqat bunda xavfli turi chiqqan deb o'ylayapsiz. Mana boshqa klinikada tekshirgansiz, vaksinalar qilgan hammasi o'g'lingiz uchun ham xavfli. Siydik yo'li rakga olib kelishi mumkin. Erkak kishida ham. O'shaning uchun oldin olib tashlanadi toshgan joyidan, ana undan keyin protivirusli lecheniya qilinadi. Ko'p keladi bizga shunaqa bemorlar. Katta kanziloma holatlari bilan keladi. Ochsa mana analizlarni ko'rsa, sizlarnikiga o'xshagan положительный bo'ladi. Men hali qo'lingizdan hech narsa olib tekshirmadim, lekin bu qizga u yoqda hammasini rasmga olib ko'rsatib tushuntirib berdim. Mana shu narsalar bor ekan. Ochib qarasak, bu yerda положительный chiqyapti. O'tdan birinchi u narsani tozalab olib tashlamasdan turib, protivirusli lecheniya yozgan bemor satish. Bu protivirusli lecheniya yozishdan maqsad nima? Titrini ushlab turadi, immunitetni ushlab turish. Immunitet tushsa yana toshib ketadi.